Bitta sim bilan Gentradan hozir benzin tortamiz. Lifehack hamma uchun, faqat ustalar uchun emas, hamma uchun bilish kerak. Xo'p, ko'chada faraz qiling, ko'chada qolib ketdingiz. Orqangizda mashina to'xtatyapsiz, hech kim to'xtamayapti. Bitta Gentrani to'xtatdingiz, okey. Mana shu motoringizdan 2 litr benzin tortib oling, zapravkagacha deb iltimos qilsangiz bo'ladi. Mana shu lifehack ko'rgandan keyin. Mana hozir motorga kelgan trubka bo'ladi, benzin trubkani chiqaramiz. Mana bu knopkasi bo'ladi. Mana shu knopkasini bosib turib chiqarsa, trubka chiqadi. Xo'p, ikkinchi masala predohnitel bloki bor. Blokini ochamiz qopqog'ini. Mana shu o'rtadagi bilib olinglar, mana shu o'rtadagi blok bitani shunda olamiz, blok olib turib, mana bu X qilib mana shu simni tashlaymiz. Mana ketdi, mana benzin tortilyapti mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqa qilib 3 litr, 4 litr qilib bemalol benzin olib, mashinangizga quyib, zapravkaga yetib olsanglar bo'ladi. Kimga foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyaga fikrlarni qoldiringlar, like bosishingizdan chiqmasin.